Kusura bakma, özledi ama söylemiyorum. Her dediğin aklımdan, unutmam asla. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yangi Toshkent Avangardda 2 sotuv yer sotilyapti, 2 sotuv zahvati bor. Narxi 1 sotuvi 9.000 dan. Mana mana shu yerimizda Avangardda qo'shnilarga o'xshab ko'prik qo'yasizlar. Mana 8 ga 20 mana shu joy bonus bo'lib o'tadi. Mana egalari kimga 3, 4, 5 sotuv kerak bo'lsa, u yoqda dokumentalni shunday hisoblab bo'lib berishadi. Food Citygacha 2-3 kilometr bu Avangard yangi mahalla deyiladi bu yerda. Ya'ni egalar bilan savdolashib, soat 8 ga 20 bo'lsa ham bu to'xo. Qaranglar o'rtoqlar, qanaqa chiroyli uy solib qo'ygan, mana chiroyli. Ko'chani ham bitta ko'rsatayapman. Bu aru zax tortib turadigan aru-da, bu oqar emas. Bu yerda o'zi zax yerlar bo'lganda oldin o'shaning uchun. Mana eplagan chiroyli imoratini solib qo'yibdi. Mana bundan keyingi qo'shni ham. Ko'pchilik menga voy zaxvat, falon, piston, vau deyman, bular ham misol. 2 sotuv olasizlar, bu yog'i mana bunaqa padarka bo'ladi.